ma'lum bir tekshirish yo'lab qolsa, 3-4 ta tekshirish yo'lab qolsa, shu chog'da 3-4 ta tekshirish yo'lgan chog'da bularni endi qandaq shu texim qulaylik bo'lgan bir usul bormi degan chog'da, masalan, millatda texim qulaylik to'g'ri usul bormi degan chog'da, masalan, 3-4 ta tekshirish yo'lab qolsa, if, else if, masalan, else if de bir qanchani yozatdik, bir qanchani yozatdik endi. Bir qanchani yozatdik. Eng oxirida hech qaysi qurilmay qolsa, else deb shunga o'xshash yozatdik. Endi biz bugun switchni o'rgangan chog'da, shundoq ba'zi avorchiliklardan qutulamiz. Endi switchni o'rganish jarayonida biz muhim tutib oladigan, o'rganib oladigan 4 ta narsa bor. Birisiga switch, ondan keyin case, ondan keyin break, ondan keyin default deb 4 ta muhim mazmun bor, Endi bu har qaysiniki nimasi qanday alohidligi bor deganda, switch deganniki, endi switch masalan yozilishi buniki bunday shaklda, masalan switch case, masalan bir ma'lum bir narsa, masalan x88, ondan keyin break, masalan bunga o'xshash case, bunday kelib oxirida default, bizda x deb bunday shaklda keldi, bunday shaklda keldi. Endi buni qaraydigan bo'lsak, 4 muhim mazmun bor, 4 muhim mazmun bor. Qaysi 4 muhim mazmun degan joyda birisiga men bayotunda ketdim, switch degan so'z, ikkinchisiga men case degan so'z, uchinchisiga men break degan so'z, to'rtinchisiga men default degan so'z. Endi bu 4niki o'zi tushliq mazmunlar bor. Masalan, switch degan joyda switchning keyiniga 3 xil mazmun keladi. Birinchisi int butun sonliq sifatlik, butun son keladi. Ikkinchisi string keladi. Uchinchisi char keladi. 3 xil mazmun keladi. Endi to'rtinchisi enum deb meiji deb qo'yamiz buni endi. Keyin jegoti, meiji deganlarni ayrim so'zlab ketamiz, keyin borgan chog'da shuni o'xshash mazmun keladi. Millatda bu int shaklda ma'noda, o'xshash. Mush xil mazmun keladi, mana ichiga xil mazmun keladi. Mesela int shaklda kelsin bo'ldi, string shaklda kelsin bo'ldi, char shaklda kelsin bo'ldi. Ham bu kelgandagi ham switchniki alohidligi qaysi desanglar, masalan, mana bir masalan mana o'xshash 5 tal uy bor desak, endi ma'lum bir odam kelgan bo'lsa, bu endi masalan mana birinchi nomerli qo'y desak, mana ikkinchi nomerli qo'y desak, mana uchinchi nomerli qo'y desak, mana to'rtinchi nomerli qo'y desak, mana beshinchi nomerli qo'y. Hech qaysiga tushmaydigandan bo'lsa, men miyaga yozib qo'yay. Hech qaysiga tushmaydigandan bo'lsa, masalan x8 deb qo'yay, men x8 deb qo'yay. Endi ma'lum bir keldi deylik, masalan ma'lum bir int keldi deylik. Mesela ikinci numaralık deb keldi deylik. Mesela ikinci numaralık olgan ekan bu izlaydi. Endi qoida bo'yicha endi mesela men x8 men matrab qilsam to'g'ri bo'ldi. Hozir endi men o'rin yetishmagandikan men matrab qilib qo'ydim. Men bu qoida bo'yicha men birinchi nomerli qo'yga kirib qoqida. O'zi bilan o'xshash emasmi? O'xshash olmay qolsa unda bu chiqib ketadi bu yerdan. Chiqib ketib ikkinchi nomerli qo'yga kirib qoqida bu. İkinci nomerlik o'yib kirsa, qarsa o'zi bilan o'xshashi, unda bo'lsa, demak bu ikkinchi nomerlikning ostidagi kodni ijro qildi. Kodni ijro qilib bo'lgan ekan, agarda men break dedim, bu yerda muhim jumladan birisi break dedim. Breaknikini biz oldingi soatlik darsimizda o'rgangan, breakniki ma'nosi mushu ma'lum bir kod rayonidan chiqib ketishi, Endi bu yerdagi breakning ma'nosi switchdan chiqib ketish, Bu yerdagi break hargiz case'niki kod rayonidan emas, bevosita switchniki kod rayonidan biroq chiqib ketadi degan so'z. Ma break unda bo'lsa qaydinib miya keladi degan so'z. Ma breaklarni hammasi miya keladi degan so'z. Kodni ijro qilib miya kelib ketadi degan so'z. Demak, ma'ni keyiniga biz breakni yozsak, mana ikkidagi kodni ijro qilib bo'lgandan keyin demak chiqib ketadi degan so'z. Endi miyaga 12 kelib qolsa, o chog'da ma'vo masalan 3 ga berib paxta emas ekan, shunami 4 ga berib paxta emas ekan, 5 ga berib paxta emas ekan.
Bunda hech qaysi emas olgan ekan, bu default qilib ketadi, nima? Tushunolma? Default qilib ketadi. Hech qaysi tushmasa default qilib ketadi degan so'z. Hech qaysi tushmasa default qilib ketadi. Hani switchningki asosliq shartlarni ijro qilish, o'sha kodlarni ijro qilish, shartlarni shunday etmanish shakli asosiy mush shaklda bo'ldi, mush shaklda bo'ldi. Hamda buningki mana switchning tanlamini ichiga marayonga asosliq int keldi, string keldi, char keldi. Tuanda biz buni amli bir kod orqali hamda ko'rib aqli, amli bir kod orqali ko'rib aqli. Qanday kod orqali ko'rib aqlimiz desam, qanday kod orqali ko'rib aqlimiz desak, men ma'lum bir sonni kirgizay. Ma'lum bir sonni kirgizay. Kirgizgan keyin sonniki mesela ingliz harfini chiqarib beradigan bir narsani qilaylik. Masalan, undan so'ng men ma'lum bir sonni aniqlay. Masalan, menga son deb masalan 2 3 deganni aniqlasam, lekin buningga hamda asli if bo'yicha yozgan bo'lsak, masalan, if masalan son tang 1 qilib qolsa, masalan, system out son masalan son men Uygurcha öğretip masalan bir de biz koyalım, bir de biz koyalım. Muşuna o'xshash else if masalan else if son masalan 2 olib qolgan bo'lsa, bo'lsa masalan maniki sonniki masalan 2 deydim, mana 2 deydim. Else if masalan son shu qolgan bo'lsa, maniki masalan 3 deydim, mana 3 deydim. Muşuna o'xshash agar hech qaysi tushungan bo'lsa, else bo'lsa, son buni uqmayman ekan, harfini uqmayman deb yozib qo'yaylik masalan. Muşuna o'xshash hamda yozatdik agar switchni o'rgangan bo'lsak hamda muşuna o'xshash yozatdik. Hamda men mushu masalan mushuma o'xshashlar, mushu navbatdagi masalamizni hal qila oladi o'xshashlar. Ha, masalan sonniki navbatdagi masalamizni hal qila oladi. Hamda bu biz switchni o'rganish orqali bundan qulaylik bo'lgan usul topa olamiz degan so'z. Bundan qulaylik bo'lgan. Bu yerda switchniki switch masalan son kasma. Batı men deb ketdim, case dedim, men case birinci o'y, shunami? Case yoki 0-chi deb masalan. Undan so'ng men breakni izlayman, agar breakni izlayman. Undan keyin masalan case, masalan birinci o'y. Case ikkinchi o'y. Case uchinchi o'y. Case 4. Undan keyin mesela default deb mesela hech qaysi tushmaydi deb yozib qo'yayman. Mana default deb hech qaysi tushmaydi deb yozib qo'yayman. Hamda navbatdagi men meyaganda bo'lsa stringni buni qurib olay. Masalan sonninki masalan string son latin deb yozib qo'yayman. Latin deb yozib qo'yayman. Buningga men masalan morning sukutga altida mana uqmayman deb yozib qo'yayman. Uqmayman deb yozib qo'yayman. Hamda string son mesela string son 0 olgan chog'da demak mana case 0-chi uy. Mesela miyadagi qimmat bilan mana case'niki mesela case'ning kendiki qimmat bilan. Ma chekitpash emas, ma vallahi diqqat qilaman. Ma chekitpash emas, ma qo'sh chekitda, ma qo'sh chekit. Case'niki kendiki qimmat bilan yoki qimmat yoki mishadagi mesela bir ifodaniki qaytarish qimmati yoki bo'lmasa bir ifodaning qimmati bilan ma switchning ichidagi ma ikki sonni selishtirdi. Ma ikki sonni selishtirdi. Mesela ma ikki sonlarni selishtirdi. Qaysi o'xshash bo'lib qolsa, shuningki mesela kodrayni, mesela ma desak, shuningki kodrayni ijro qildi. Shuni kodrayni ijro qildi. Mesela hozir men meyaganda bo'lsa, shu son mesela 0 deyman, 0 deyman. Mava 1 deya.
mani 2 deydi. Mani 3 deydi. 4 deydi ya, 4. 4 deydi. Ama defaultga mesela defaultga men qo'ymaydi bizga. Emniyete yazmışsam boluda. Malani hech qachon tushunmayman. Men miyaga hamda sistem bunday deb chiqaraymi? Mana qaraydigan bo'lsak, men programma qaraydigan bo'lsak, endi bayatdan men switchni so'zladim, miyaga butun son keldi dedim, men butun son keldi, string keldi yoki bo'lmasa char keldi dedim, 3 keldi dedim. Andikin switchni o'rgangan chog'da men 4 narsaga diqqat qilishimiz kerak dedim, 4 narsa 4 mishiyor ayni dedim. Endi men switch deganimiz shartli buniki, case deganimiz buni tanlanması, her bir if vakillik qildi desak bo'ldi. Ma break degani bu shu butkul bir mesela ma'lum bir tanlanmaniki tükkenlikini bildirir. Tanlanmaniki ijrolab kodniki tükkenlikini, mesela switchdan chiqib ketadiganligini bildirir. Ma default deganimiz hech qaysi tushmay qolsa, eng oxiridagi else desak bo'ldi. Mana shunda o'rgansak bo'ldi-da, buni ham shunda bilib. Endi men kodni ijro qilib boqay. Men kodni ijro qilgan bo'lsam, qarasam bayaqi natijaga o'xshash chiqdi, mana. O'xshash chiqdi. Demak biz bayaqi if'da italganni hozir switchdimi italdik, switchdimi shu maqsadga italdik degan so'z. Endi biz mana ichida diqqat qilgan bir qancha mazmun bor, Qanday bir qancha mazmun desanglar, birinchisi ham switchniki masalan shu tirnoqning ichiga keldigan tip. Bayaqi men deb o'tib ketdim, birsiga int tip, butun sonliq tip. Int tipni ham darqa tiplarni o'z ichiga oladi. Masalan, unsigned deb yo'q ham, short int degandeklarni hamiz kasb bo'ladi. Ondan keyin yana birsiga string, ko'p harflik tipda, Bu kesim bo'ladi buni ichiga. Yana birsi mumkin char kesim bo'ladi. Endi yana bir diqqat qilgan yerimiz, miyaga qandoq switchning ichiga qandoq tip kelgan bo'lsa, men case'niki shartiga yozmoqchi bo'lgan tipimiz shu xil tip bo'lishi kerak. Case'niki shartiga yozgan tipimiz shu xil tip bo'lishi kerak, miyaga yozgan tipimiz cho'qim shu xil tip. Ikki tip o'xshash bo'lishi kerak. Shu chaqda anandikan bu sistema beynidan o'tida, shu tahlillashdan o'tida, bo'lmasa tahlillashdan o'tmaydi. Masalan, men miyaga hozir mesela string'niki mesela 2 deb yozib qo'ysam o'tmaydi bu. Tayyorlashdan o'tmaydi. Bunda kodni sen o'qimaysan, bunda yozsam bo'lmaydi deydi. Endi men miyaga string latin deb yozib qo'yib qolganlarga oid deb yozsam yana o'xshash o'tmaydi. Mana butunlay xatolik deydi. Demak, endi shu ikkisi case kelgan bilan kelgan o'xshash bo'lishi kerak. Anadikin case'niki yana bir diqqat qilganimiz, case'niki miyarga yoki bo'lmasa ma'lum bir funksiya keldi, masalan qaytarish qiymati int bo'lgan, masalan navbatdagisiga nisbatan aytgan chog'da qaytarish qiymati int bo'lgan funksiya yoki bo'lmasa ma'lum bir o'zgargich miqdor yoki bo'lmasa ma'lum bir turaqli miqdor kelsin bo'ladi. Endi men miyaga masalan son 2 deb bir o'zgargich miqdorni bunda aniqlab olib, mana shuni case'niki bir nimasi qilsam bo'ladi, mana case'niki qilsam bo'ladi. Sorunlu ya. Men bayatdan bir gap xatolashib bilmayman bola, bir gap xatolashib bilmayman. Miyaga keldigan case'niki mashari keldigani cho'qim turaqliq miqdor bo'lishi kerak, turaqliq miqdor deganimiz endi oldingi soatlarda biz o'rgangan turaqliq miqdorni Java'da final so'z orqali ifodalaymiz deb o'rgangan-ku, cho'qim turaqliq miqdor bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa ma'lum millatda bir ismi yo'q turaqliq miqdor, ismi yo'q turaqliq miqdor. Ma bo'lsa endi bir o'zimiz belgilab olgan bir turaqliq miqdor,
Shuning uchun miyagi ham caseniki ham erkinligini cho'qim bir turaqliq miqdor bo'lishi kerak. Mayli string bo'lamdi, mayli char bo'lamdi, mayli int bo'lamdi, cho'qim bir turaqliq miqdor bo'lishi kerak bu erkinligini. Cho'qim turaqliq miqdor. Qimmat o'zgarmasligi kerak, qimmat o'zgarmasligi kerak. Nimishga desanglar bu nimishki qimmat o'zgaradigan qimmatni qo'yib qo'ydi desanglar, bu endi butun bir sisteminiki turaqliq, muqimliq bo'lishiga shart-sharoit hozirlash kerak, ham shuni oldini olish kerak, muqimlik bo'lishi. Nimishga desanglar, men miyaga hozir son 2 deb, masalan, sonni masalan men turaqliq miqdor qilmay son 2 ni miyaga 3 deb o'zgartirib qolsam, butun sistema xatolik chiqishi mumkin, o'chada xatolik. Nimishga son 2 ma'niki bir o'zgargich mana bir sharti bo'lganligi uchun birinchi shart ikkinchi shartni o'zgartdi degan so'z, o'chada bir xato bir hamda programma nimasi bo'ldi, xato bir programma usuli sulusi bo'ldi, xato sulusi bo'ldi. Shuning uchun cho'qim case'ningki shartlari keldigan misha keldigan miqdorlarni hamisi turaqliq miqdor bo'lishi kerak. Inson tushuntirgan turaqliq miqdor bo'lishi kerak. Bayongi gapim xatolashibdi menda, bayongi gapim xatolashibdi. Endi biz miyaga endi biz masalan stringni qo'yib qo'yamiz, stringni qo'yib qo'yamiz. Masalan stringni qo'ysak miyagami cho'qim biz string kirish kerak deymiz, string kirish kerak. Cho'qim string kirish kerak. Yoki bo'lmasa string shaklli turaqliq miqdor kirish kerak. Mana qaradigan bo'lsak, mana 0 deb chiqadi-ku, mana 0 deb chiqadi. Nimishga desanglar, bu ham bu qaraydigan bo'lsak, emlatda mana 1ninki biz tushirgan qimti 0 deb. Bari biz programmada xatolik emas, balki o'sha o'zimizniki yozgan xatolik va 1ninki masalan qo'yganimiz 0 deb. Demak, bu ham string nima farq etadi degan so'z. O'xshashli charni farq etadi, bu charni farq etadi. Endi biz masalan qanday qilib ishlatamiz desak, masalan oldin qatdan bizlar Uyg'urcha harflarniki kengaytirilgan rayondikisini asosiy rayondikisiga almashtirish, asosiy rayondikisini kengaytirilgan rayondikisiga almashtirish degandek bir programmalarni qilgan. Shuni hamda biz qator shunda switchni mana yuzlab barliq masalan kengaytirilgan rayondiki masalan barliq masalan asosiy rayondiki yoki bo'lmasa barliq masalan Uyg'urcha harflarni latinchaga aylantiradigan degandeklarni mana yuzlab miyaga Uyg'urcha kelsa, miyaga latincha kelsa, miyaga Uyg'urcha kelsa, miyaga latincha kelsa degandek 30 harfnikini mana yuzlab latinchisini qaytarib bersak ham demak bir program chiqib degan so'z. Biz hozir o programni %100 yoza olamiz. Nimishga aytsanglar, biz forni o'rgandik, forni o'rganib bo'ldik, stringni o'rganib bo'ldik. Stringni o'rganib bo'ldik. Endi bugun switchni o'rganib bo'ldik. Andan keyin biz charni o'rganib bo'ldik. Demak, hammani o'rganib bo'ldik. O programda undan boshqa alohida ishlar yo'q, undan boshqa alohida ishlar yo'q. Stringniki masalan substring deganni, index of deganni, char at degandek shunday funksiyalarniki metodlarni hammasini ko'rib chiqdik, biz bir ko'rib chiqdik. Demak, shu programni biz %100 yoza olamiz degan so'z. Navbatdagi saviyamiz bilan agarda shu darslarni hammasini tushunib olgan bo'lsak, navbatdagi saviyamiz bilan shu programni %100 yoza olamiz degan so'z. Faqat uningda kam bo'ldig'ini shu masalan Uyg'urchaniki masalan kengaytirilgan rayon yo asosiy rayon yo yo'lga aylantirilgan jihatdagi bir qism asos bilimlar ekan bo'ladi. Program jihatdagi bilim emas, shu til jihatdagi balki mana shu aylantirish jihatdagi balki kod jihatdagi bilimlar ekan bo'lishi mumkin. Shularni o'zaro aylantirishgan bo'lishi mumkin. Endi uni %100 yoza olamiz. Agar vaqtdan chiqsa, o'zini yozib baxsan bo'ldi. Kichik bo'lgan Java'da masalan backliq asos rayon kengaytirilgan rayon uchib ketmaydi. Eng oddiy masalan yo'l va aylantirish yoki bo'lmasa masalan Uyg'urcha harfi Uyg'urchani o'zbekchaga aylantirish degandek masalan isbaqsani bo'ldi. Agarda isbaqsanlar string bo'lgan tonish, switch, for'lar bo'lgan tonish chiqim berek masalan if else ni ishlatib qo'yishingiz mumkin. Ichida nurg'un bir taraf qiladigan narsalar bor. Masalan sonlarni bir taraf qo'yish, sonlarni hech qanday narsaga aylantirmaysizlar.
anandaki xanzcha arab, masalan, inglizcha arab degandeklar kelib qolsa, otlab o'tib ketsalar degandek nurg'un shartlarni qo'yishlar ashuna ichida, nurg'un shartlarni qo'yishlar. Xanzcha arab, inglizcha arablarniki osikmasini, uyg'urcha arablarniki rayon, kod rayonni to'rdini izlasanglar hammasi bor, shularni izlab foydalanib, shunday kodlarni yozib, mashq qilib baqsangiz bo'ldi, cho'qim mashq qilib baqsangiz bo'ladi. Vaqti kelgan chog'da o'zingizga bir qurolni nurg'un bilimni o'rganib olsizlar. Bundan o'sha oldimizda o'rgangan bilimlarniki hammasini o'rganib olsizlar degan so'z, shu orqali o'rganib olsizlar. Endi men switchnikiga qaytib kelsak, men bu yerda mana, masalan, men bu yerda breakni ivitay, breakni ivatsam nima kelib chiqadi, masalan, breakni ivatsam nima kelib chiqadi. Breakni ivatsam qaraydigan bo'lsak ham, asli bayatdan breakni qo'shgan chog'da bu 0 deb chiqarganda, 0 deb chiqarganda. Endi men breakni ivatsam qaraydigan bo'lsak 1 deb chiqibdi menga, 1 deb chiqibdi bu, 1 deb chiqibdi. Bu nima sababdan desak, buniki asli sharti mundaq, mundaq. Asli sharti mundaq. Bu qaranglar, mana qurildi, nima? Qurildi. Qurilgandan keyin bu mana programni ijro qildi. Nima? Mana programni ijro qildi. Qilgandan keyin buning keyinda break yo'q. Qaraydigan bo'lsak, break yo'q. Break yo'q bo'lgandan keyin bu switchda qaysi bo'yicha qaranglar, bu breakga mana shu uchirg'icha qaranglar. Uchirg'icha mana tuyangi ma'noda bu, tuyangi ma'noda. Shu chog'da masalan tuyangi ma'no degan so'zda mana birni beryapti-da bunga, birni beryapti. Birni berayotgandan keyin birni masalan mana qaraydigan bo'lsak, mana break uchirdi, birni berib qo'ygandan keyin break uchirdi. Endi break uchirgandan keyin bu switchdan chiqib ketib 1 deb chiqadi, 1 deb chiqadi. Endi nurg'unlar so'rashi mumkin, nurg'unlar so'rashi mumkin. Miyadagi caseniki mana 2 degan soni qurilmadi-ku, bu qurilmasa nimishga bu yerga kirdi deb so'rashi mumkin. Qurilmasa bu yerga nimishga kirdi deb so'rashi mumkin. Endi ma'noni chiqarib baqay, masalan 3-chisini chiqarib. Qaraydigan bo'lsak, bu masalan miyadan kelgan son aslida birinchisi qurilgan-da, bu birinchisi qurilgan-da. Lekin buni oldigan qildim 3-chisini oldi, 3-chisini oldi. Bu endi switchniki bir alaylik emas, endi switchniki bir alaylik. Alay diqqat qilgan yerimiz, bu diqqat qilgan yerimiz. Nimishga desanglar, agar biz breakni qo'ymasak, ma 3 shartni hammasini bu tangdash deb qaraymiz, mana 3 shartni hammasini tangdash deb qarab, mana shu 3chiniki hammasi ichida qolgan bir qurilsa, keyinda break uchirg'icha shu kodlarni ijro qilmadi. Hammasi o'zining kod rayini deb qaraydi. Hammasi o'zining kod rayini deb qaraydi. Shu alayda diqqat qilishimiz kerak, biz cho'qim alayda diqqat qilgan yerimiz deyman. Shunga cho'qim men bir şey so'zlab o'tib ketgandek, mana switchni yozdim, case'ni yozdim, keyindan breakni yozdim. Eng oxirida defaultni yozdim. Kod shu bo'yicha kelish kerak. Masalan, hamda buni da ba'zi joyda qanday qilamiz? Buni qanday qilib ishlatamiz? Breakni yozmaganni qanday qilib ishlatamiz? Masalan, men hozir men bunda deya men mesela ben ma'lum bir harfniki mayli cho'ng shaklda bo'lsin yoki kichik shaklda bo'lsin, men kichik shaklni chiqaray. Mesela ma'lum bir harfniki mesela A niki yoki kichik A bo'lib qolsa, mesela men cho'qim mesela kichik A ni chiqaray. Endi mana qaraydigan bo'lsak, men miyaga kichik b'ni beray oldi bilan. Men oldi bilan cho'ng b'ni beray, b'shida kelganini beray, cho'ng b b'shida keldi. Mana qaraydigan bo'lsak, mana kichik b'n chiqadi, kichik b'n chiqadi. Endi men kichik b'ni beray miyaga, kichik b'ni beray. Kichik b'n chiqadi, o'xshash. Endi bu nimishga shunday bo'ladi desanglar, nimishga shunday ba'zi, masalan, shunday bug o'xshash mazmunlarni qoldirib qo'ygan desanglar, case'ga qaranglar, biz case'ga 2 shart bermaymiz. Cho'qim birli shart keldi miyaga, birli shart keldi. Masalan, miyaga yoki masalan, bunda kichik b deb bunda bermaymiz, biz. Bunda kichik b deb bunda bermaymiz.
bunda kichik bir bo'lsa deb buni berolmaymiz. Shuning uchun bu case'ni switchda bunda bir alohidlik qilib qo'ygan. Shuning uchun switchda bunda bir alohidlik qilib qo'ygan. Endi bayanqi ifodaniki ikkili ifoda bo'lib ketdi degan so'z, masalan, yoki qo'shildi degan so'z bu umum bir ifodaniki qaytarish qiymati bol bo'lib ketadi. Bol bo'lib ketadi. Rost yolg'on tip bo'lib ketadi. Rost yolg'on tip bo'lib ketadi. Demak, mana niyadagi tip bilan niyadagi tip mos kelmaydi degan so'z. Switchda bunda bir endi buni ham ortiqchilik deymiz, ham kishini qaymoqtirgan yeri desak bo'ladi. Bunda bir yer qilib qolgani. Buningki endi qilib qilishlik sababi bayanqidek sababi. Switchga mishagamizdan case'ning keyniga biz ko'p nim beramiz. Ko'p faqat birla mesela birla miqdor keldi, birla miqdor keldi, ham turaqliq miqdor bo'ldi, birla miqdor keldi, ham turaqliq miqdor bo'ldi. Endi ko'p miqdor masalan switchning ichida masalan o'xshash if'niki masalan bu hamda if'ning qaysi altini qanoatlantirdi hozir navbatdagisi desak breakni yozmagan altini desak if'niki if agarda if bo'lib qolgan bo'lsa masalan if stursan tang masalan cho'ng a yoki bo'lmasa stursan tang kichik a deb munda yozganning altini qanoatlantirdi degan so'z. Munda yozganning altini qanoatlantirdi degan so'z. Switchniki munda yozgan altini qanoatlantirdi degan so'z. Switchniki bakmo murakkab emas bu switchniki endi mushu yaxshi tushunamiz ma breakni masalan o'xshash bilan breakni ishga cheksa ma switchni tanlab demak ma bir break masalan mishaga otlab biroq chiqib ketdi bir switchni otlab chiqib ketdi degan so'z. Bu breakniki alohidligi masalan forniki whileniki ichiga yozgan break o'xshash ma switchning darajasi masalan bu for deb qarasanglar masalan break degan so'z ma ichidagi ma'lum bir break o'ziga yaqin fordan chiqib ketdi degan so'z. Chiqib ketdi degan so'z. Endi yana bir diqqat qilamiz. Yermazam switchniki kod rayoniga ma'lum bir qimmatni aniqlagan chog'da masalan int aytam masalan 2 desam mana aytam 2 desam qarang. Meyadami masalan men ayni shiltalayman. Qaraygansak ayni shiltalayman. Meyadami ayni shiltalayman. Shuning uchun shundaq logikalik masalalarga diqqat qilish uchun agarda switchning ichida masalan casening kod rayoni ichida masalan agarda qimmat aniqlaydigan ishlar olib qolsa cho'qim tirnoq ichiga yetishimiz kerak. Cho'qim tirnoq ichiga yetishimiz kerak. Nima aytsanglar bu programmadagi ba'zi xatoliklarni oldini olish uchun qarang, oldini olish uchun shunday qilmoq bo'lmaydi. Agarda mana aytmasam men boshqa caselarning ichidami mush qimmatni ishiltalayman degan so'z. Bizning boshqa caselarning ichidami men mush qimmatni ishiltalayman degan so'z. Bizlar ayni hech qanday ustida hech qanday aniqlamagan. Men ikkinchi casening ichida aniqladim, to'rtinchi casening ichida ayni yana ishlatdim. Bu endi Allah diqqat qildigan yerlarimiz, bu diqqat qildigan yerlarimiz. Bunda qulaylik bo'ldi-ki degan bilan vaqti kelgan chog'da programni logikali xatolik chiqarish ehtimoli yuqori bo'lgan anlamniki birsi, bu yuqori bo'lgan anlamniki birsi. Endi switchda asosiy so'zlaydigan mazmunlar shunchalik. Switchda asosiy so'zlaydigan mazmunlar shunchalik. Endi yana diqqat qilamiz, yana bir mazmun bo'lsa, masalan, switchning ichiga biz yana switch shiltalaymiz, o'xshashlar. Yoki bo'lmasa for shiltalaymiz. Endi buni kod rayoni bo'lgandan keyin kod rayoniga biz qanday yozsak bo'laveradi degan so'z. Masalan, har xil funksiyalarni ijro qilsakmi, deyon qilsakmi, o'sha tartibga kelib ishlasakmi degandek, shunda bo'laveradi degan so'z. Endi diqqat qilgan yerimiz amal ba yaxshi bir nima qilgan oltimiz, yaxshi bir kod yezish bo'lgan kod yezish masalan usulimiz bo'lsa amal ba mushkul usulda yozganimiz yaxshi, mushkul usulda yozganimiz yaxshi. Switch ma'lum bir shart qilgan zamonlar cho'ng tirnoq ilib cho'ng tirnoqning ichiga shu case'niki jumlasini yozsak bo'ladi, shu case'niki jumlasini. Shundaq odatni yetildirsak texnik qulaylik o'zimizga yaxshi yo'lda keyin yaxshi odatni yetildiramiz. Switchda hozir endi boshqa so'zlikdagi alohida mazmun yo'qmish. To'rtiniki endi rolini, ishiltish o'rnini, o'zining keldigan o'rnini, default deganni endi tushundimiz ham bo'laverdi, bu tushundimiz ham bo'ladimi? Masalan, hech qaysiga tushmasa default kirdi degan so'z. Men masalan miyaga d deb yozib qo'ysam, mana default kirdi degan so'z. D
kichikka masalan bunda xohlagancha yozib qo'ysam ham masalan default kirdi degan so'z. Hech qaysini uqmayman degan so'z, uqmayman deb default kirdi degan so'z. Shunga o'xshash masalan hech qaysi tushmagan chog'da case'larni hech qaysi tushmagan chog'da default kirdi. Endi men defaultni yozmasam bo'laverdi, switchda defaultni yozmasam bo'laverdi. Men uqmayman degan so'z hamdaytam switchga masalan ammo str san latin degandagi sukutdagi holatiga bergan qimmati chiqdi. Menga masalan men bir shipish berib qo'ysam, men bir shipish chiqadi degan so'z. Defaultni yozmasam bo'laverdi. Hamdaytamda ko'pincha holatlarda biz yozib ma'qulmiz yaxshi, defaultni yozib ma'qulmiz. Müşkil sana bu programı icra oluş jarayonida arxivlar yansıtishlar chiqdi. Biz buni deyamaymiz, %100 menda qimmat chiqdi deyamaymiz. %100 menda qimmat chiqdi degan bo'lsak, biz bir muncha shart qo'yib yurmaydik, buncha shart. Endi ba'zi muqim qimmatli ulab qolsa, masalan, o'zimiz ish qismida belgilayotgan muqim qimmatli ulab qolsa, unda yozib qo'yganimiz yozmasak ham bo'laverdi, yozmasak ham bo'laverdi. Amal bor endi keyin programma haqlarini masalan har xil buzib har xil o'zgartishni oldini olish uchun masalan ba'zi qimmatlarni neysunda o'zgartishni oldini olish uchun degandek vaqtlarda biz amal bor yozib qo'yamiz. Yozib qimmatini tekshirib ba'zi narsani asli qaytog'idek bo'lsa qaytarib aytamiz yaxshi. Diqqat qilamiz. String munosabatlik yana bir mazmun. Bu nima desanglar masalan Java'da yana bir ta'minlangan string builder deb bir string buffer bilan string builder deb ikki mazmun bor. Biz string builderni bir ko'rib oqlaymiz oldi bilan, string builderni bir ko'rib oqlaymiz. Buni cho'qim new deb aniqlaymiz, buni cho'qim new deb aniqlaymiz. Endi bu string builder nima desanglar, bu bir endi shunday shujijega o'rganib baqqan bolalar bildi. Endi shujijega o'rganib baqqan bolalar bildi. Shujijega masalan biz Duyliya deb o'rganamiz, Jan deb o'rganamiz, anandagi masalan Shenshinga deb o'rganamiz, Lianbia deb o'rganamiz, hash Xashbiya deb o'rganamiz, tu deb o'rganamiz, nurg'on ajda shujilarninki salliq nimalarninki undan neysun saqlanadigan olibdi. Neysun saqlanadigan programmalar ijro qilish jarayonida ma'lum bir jiha deb qo'ymizgan, masalan bir to'plamlarninki har xil holatlari. Bularning hammasidan o'ziga tushliq alohidliklar bor. Shujijagoni men xudoyim bilsam yilning oxirida maxsus dars qilib so'zlayman. Shujijagoni nimashga aytsanglar, agar sizlar bir programma o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, shujijagoni o'rganmasangiz sizlar programmani yana ishkillab tushunmaysizlar. Shujijagoni puxta o'rganib, ma'lum bir programmani shunga bog'lab turib, teg'imlar puxta o'rgansanlar, keyin har qanday bir program tili kelsa oldingizda siz qichib ketmaydi, hech narsa qichib ketmaydi. Her qanday bir program tilini ko'rsanglar, bir ko'rib tushunalaysizlar, Garchi ishlatishlar tashki to'xtasimi, ozroq vaqt ketsin, lekin bu haqning bir programmasini ko'rib tushunalaysizlar, bir programdan tushunalaysizlar. Endi bunga nurg'onlik ko'z pishish, ayında nurg'onlik har xil program jihatdagi bilimli ketadi bunaqa. Shularning ichidagi muhim bo'lgan bir qismi shujijago. Endi biz mazmun qaytib kelsak, biz endi string builder endi bir tip bu ta'minlangan bir tip stringga munosabatli bir tip bu string munosabatli bir tip. Endi buniki masalan tip bo'lgandan keyin buni cho'qim o'zi tushliq metodlar bo'ldi. Buniki o'zi tushliq har xil usullar bo'ldi. Endi biz ma'lum bir tipniki usulsini qanday ko'ramiz degan chog'da chekib turib oldin qatnab string o'xshash ko'ramiz, Endi bunga qaraydigan bo'lsak, buniki asosiy masalan append deb nurg'un append degani endi inglizcha ma'nosi qo'shish degan gap qo, ma'lum bir narsaning keyiniga qo'shish degan gap, so'z. Bu qaraydigan bo'lsak, nurg'un tiplarni o'zi qo'sha oladi ekan, append deb nurg'un tiplarni o'zi qo'sha oladi ekan. Qaraydigan bo'lsak, bolni append qila oladi ekan, charni append qila oladi ekan, char bo'lgan shuzun append qila oladi ekan, bu shuzun append qila oladi ekan. Managa qaraydigan bo'lsak, double'ni append qila oladi ekan, floatni append qila oladi ekan, longni, objectni, ma'lum bir objectni, string bufferni qaranglar. Nurg'un narsalarni append o'ziga ulay oladi ekan degan so'z. Buni keyiniga davomli qarab boqadigan bo'lsak, davomli qarab, buni nima char add deb turdi, ma'lum birsini ilishga char qaytirdi ekan bu. Aniki ma'lum fanlarning hammasiga qaraydigan bo'lsak, string o'xshab ketadi.
Undan boshqa yana bir qaraydigan bo'lsak, ham o'chirish deb bir narsa ekan mana. O'chirishga munosabatlik ma'lum bir o'rinda manchilikni o'chirish, ma'lum bir a'zosini o'chirish degandagi, ma'lum bir a'zosini o'chirish degandagi o'chirishga munosabatliklar bor ekan. Undan qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir uzunlikda chorni ilish, chorni ilib shu ma'lum bir shu qo'yish. Undan boshqa qaraydigan bo'lsak, buniki index of deb turdi, mana index of deb turdi. Ma'lum bir indeksni izlash. Demak, buniki ham shunday nurg'on qaraydigan insert deb turdi, buniki insert deb turdi. Qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir orliq qistirish. Ma append deganimiz keyni qistirish, keyni qistirish. Ma insert deganimiz orliq qistirish, orliq ma'lum bir orliq qistirish. Buni eng keyni qistig'il bo'ldi-da, o'zimiz shu nechinchi o'ringa qistiramiz desak, shuncha o'rin qistirish, Ama last index of deganni oldin qaytam biz stringni ko'rgan, stringni ko'rgan. Undan boshqa qaraydigan bo'lsak, revisor deydi, ama o'rperdikan bizga teatr o'rperdikan. Replace ni oldin qaytam biz ko'rdik, replace ni ko'rdik. Revisor degani hamda o'rperdikan bizga o'rperdikan. Ananken ma'lum bir chorni o'zgartiramiz, ma'lum bir o'rindagi harfni o'zgartiramiz ekan. Ananki buni ham qaraydigan bo'lsak, buni substring deb fanfasi bor ekan qaraydigan bo'lsak, substring deb fanfasi bor ekan. Ananki trim to size deydi. Trim degani oldikandagi bo'sh o'rinlarni tozalaydi, oldikandagi bo'sh o'rinlarni tozalaydi. Bu hamda mesela buniki hamda bir misol ko'rib baqilamiz, misol ko'rib baqilamiz. String builder'niki aniqlash usuli ham shunday, new deb aniqlaymiz string builder. Endi bundan hamda bir misol ko'rsak, masalan, append deb mesela miyega true deb qaytib baqaya, birinchisiga bo'lni qatalaysa deb to'g'ri, ikkinchisiga chorni qatalaysa deb, ya'ni c deb qaytib baqaya. Uchinchisiga qaraydigan bo'lsak, ma chor shuzuni qatmaytiramiz, double'ni floatni, intini qataya, intini ikkini qataya. Meniki men yana davomli qaraydigan bo'lsam, bunaqa davomli qaraydigan bo'lsam, stringni qat qiladigan, bunaqa stringni qat qiladigan. Unda men stringni qatib baqaya, masalan stringni qatib baqaya. Endi men buni qanday chiqirman, Buni endi chiqarishning usuli ham masalan, chiqarishning usuli yani chekib turib qarab baqilgan bo'lsak, endi men to deb baqaya. To deganimiz ma'lum bir narsaga aylantirish-ku. Masalan, shunday yezib tashlab baqay bo'lsa, shunday yezib tashlab baqay. Qaraydigan bo'lsam, mana diqqat qilgan bo'lsak, masalan, hammasini keyniga qatqandan keyin, masalan, hammasini keyniga tushunish bo'lish uchun men ma'lumotni qilib o'tay, ma'lumotni yoki bo'lmasa tang belgisini qilib o'tib turay, hammasini keyniga tushunish, ayirish uchun. Man chiqirib baqay, qaraydigan bo'lsak, mana bizga masalan true pete, c pete, ikkini pete, string pete ulab berdi. Herkes ma true'ni o'rniga 1ni yo 0ni yoki bo'lmasa boshqa bir gapni ulamabdi. True pete, masalan c pete, ikkini pete masalan ulab berdi bir-biriga. Hamda bir zifuchani ulab berdi bizga, Endi men miyaga bayatın usullarda mesela ma'lum bir o'ringa qatib baqay, mesela insert deb mesela ma'lum bir o'ringa, mesela men ikkinchi o'ringa mesela bo'lsa men degan gapni qatib baqay, ikkinchi o'ringa men degan gapni qatib baqay. Qaraydigan bo'lsak, managa alohida diqqat qilishimiz kerak bu. Miyadagi ikki deganimiz demak, managa alohida diqqat qilamiz. Herkes birinchi o'rin, ikkinchi o'rin deb seni ko'rsatmadi. Muşnan işçidiki qaraydigan bo'lsak, zifuch var mesela, ma'ni oldi bilan bir zifuch var deb qarab turib, string deb qarab turib, ya'ni stringninki laqa shablonasiga asoslansa mesela, ma'noda hozir ma'ni bo'ladigan bo'lsak, mesela bunda bir neysunda bunda saqlanadi desak, mesela neysunda bunda alat saqlanadi desak, miyaga t keldi, nima birinchi, ikkinchisiga r keldi. Üçüncüsüge U keldi, dördüncüsüge E keldi, beşincisiga C keldi. Men ikkinchi o'rin degandan qaraydigan bo'lsak, bu ikkinchi o'rin degandan miya masalan 0-o'rinda, miya 1-o'rinda. Miya ikkinchi o'rin, mishaga qatdi, demak mishaga qatdi bu, U'ninki oldi qatdi. U'ning oldi qatdi, mana U'ning oldi qatdi qaraydigan bo'lsak, masalan TR chiqib bo'lgandan keyin menu deganni qitib qaraydigan bo'lsak, U yo'qdir-da. Men degani U balkonga menu deb tushunib ketmay. Endi yu qaraydigan bo'lsak, buni U'ning oldi qatda men degani
men deganni yo'lni oldi qatda qarayolsak, va hargiz mavo birinchi o'rin, mavo ikkinchi o'rin degan ish yo'q, mavo ikkinchi o'rin, mavo uchinchi o'rin degan ish yo'q. Va millatda string insert degan belgisi ma'lum bir stringniki ma'lum bir o'rni degan so'z, ma'lum bir o'rni degan. Endi buni qaraganimizda bayatdan to string deb o'qiydi. String aylantirib berdi bu. String aylantirib berdi. Masalan, men ma'ni yozdim. Bunda deb o'qiyman. Masalan, string sp2 deb bunda berib qo'yayım. Bunda bersam bo'lmaydi bu, qaranglar. String builder bilan stringni bir-biriga aylantirsam bo'lmaydi deydi. Unda biz buni qanday qilamiz degan chog'da to string qilsak bo'ldi yoki bo'lmasa biz oldingi soatlarda so'zlagan mobilni ishlasak bo'ladi degan so'z. Men o'xshashda sp2 ni chiqarib baksam masalan o'xshashlik chiqdi, mana o'xshashlik chiqdi. Demak, o'xshash degan so'z, o'xshash degan so'z. O'xshashlar mana to string funksiyasini degan qildi yoki bo'lmasa string aylantirib yetadi degan so'z. Endi bu string builder'niki, bu night active, buni o'zinglar davomli ko'rsam bo'ldi. Buniki endi amal bor bizga, masalan, program yozgan chog'larda masalan, maqlar holatni masalan biz maqul holatlarni masalan stringni ulash kelib qolsa, bir-birisiga ulabmagan shilab qolsa, maqul holatlarni biz tavsiya qilmaymiz, maqul holatlarni biz tavsiya qilmaymiz. Maqul holatlarni biz tavsiya qilmaymiz. Nimishga desanglar, bunida oldingi soat so'z degandek tanglikniki o'ng sol tarafidagi belgilar orqali ortiq bir belgani har qitim saqlab turdi, bu har qitim saqlab turdi. Nechunga ortiq bir belgani ham ortiq bir ish qildi degan so'z. Biz o'chaqlarda qanday qilamiz, shundaqlarda qanday bo'ldi desanglar, shundaqlarda biz string builder'ni ishlatamiz. String builder'niki append funksiyasi orqali qildigan bo'lsak, o'chaqda bu qanday bo'ldi desanglar, masalan, ma'lum bir future nechunda mashinchilik holatda desak, bu keyniga kelib ulab qo'ydi. Keyniga kelib ulab qo'ydi degan so'z. Masalan, birinchi qitim ulug'unimizni, ikkinchi qitim ulug'unimizni, uchinchi qitim ulug'unimizni deb ulab ma'lum degan so'z. Ma'qul usul endi ana qaraganda shovlisi yuqori deb qaraymiz, biz yuqori deb qaraymiz. Bu string builder'ning ham kelib chiqishlik sabablardan birisi, kelib chiqishlik sabablardan birisi. Endi yana birisi bayatdan qaratoq string buffer deb birni ko'rdik, string buffer deb birni ko'rdik. Bunaqa men chekib turib boqay, bunaqa men chekib turib boqay. Qaraydigan bo'lsak, ikkisining hech qanday farqi yo'q, ikkisining hech qanday farqi yo'q. Endi buni qaraydigan bo'lsak, buni o'xshash, o'xshash deb buni, o'xshash. Bu men string bufferni qaytaradigan bu men string shu ma'lum bir append qila olamizga, buni nima? Ma'lum bir append qila olamizga, insert qila olamizga, index of qila olamizga, delete qila olamizga o'xshash kerak, bu o'xshash kerak. Demak, ikkisi o'xshash, bu ikkisiniki o'xshash. Endi buniki qanday farq bor? Buniki ikkisiniki string builder bilan string buffer'niki qanday farq bor degan chog'da shu soxtachilar o'zlari to'rdan izlab ko'rib boqsin, bizni ko'rib beqib, bunning farqini bizga man qaytirib, to'g'ri qaytirib so'zlab bersin, ikkisi so'zlab bersin. Keyingi qitimliq munozirada dastlab bo'lib, bizning farqini string builder bilan string buffer'niki farqi, string buffer'niki farqi. Farqi, nima farqi bor? Ikkisini bayatdan qaradik, ikkisiniki masalan o'xshashgan nurg'un funksiyalar o'xshashgan. Bu shuni ko'pchiligiga izlanib, nima farqi bor deganni kelar soatda bir o'rtoqlashishlar, o'zaro o'rtoqlashishlar kelar dars boshlashdan burun. Endi bugungi ikkinchi mazmun mushti, ikkinchi so'zlamoqchi bo'lgan mazmun mushu. Endi biz qaranglar, biz endi kelar soatdan boshlab endi Menshan Dushanga tushimiz, xudoyim bo'lsa, Menshan Dushanga tushimiz kelar qitimdan boshlab. Menshan Dushan tushishdan burun biz nimalarni o'rgandik, bir qora eslab o'tgan bo'lsak, biz programniki, oddiy bir programniki tuzilishini o'rgandik, oddiy bir programniki tuzilishini o'rgandik. Undan keyin biz turaqlik miqdor, o'zgarguvchi miqdor deganlarni hukmlarni o'rgandik. Undan keyin biz shu Java tilidagi barliq miqdorlarniki turli bo'linishini o'rgandik, miqdorlarniki turli bo'linishini o'rgandik. Masalan, int tiplar, butun son tiplar, rasyalgan tiplar, anandagi harf belgi tiplar degandek nurg'un tiplarni o'rgandik. Ondan keyin bo'lsa biz har qaysi tiplarniki o'zgarishlik alohidliklarni ko'rib o'tdik, o'zgarishlik alohidliklarni ko'rib o'tdik. O'zgarishlik sonini ilish qimmat darsini, andan keyin o'zgarishlik bir qism
alaydiliklarni ko'rib o'tib o'zaro almashtirish deganni. Bularning ichida alaydi diqqat qilganimiz birsiga chor, birsiga chor. Chorniki alaydi. Masalan, oyintiga aylantirgan, biyosni oyintiga aylantirib, oshikma orqali chiqirdigan degandek yerlarga alaydi diqqat qilishimiz kerak. Mana ki yana birsi string, alaydi tiplikdan yana bir string. Stringni alaydi o'rganishga to'g'ri keladi. String nayt muhim mazmundan birsi, string nayt muhim mazmundan. Undan keyin biz nimani o'rgandik desak, undan keyin biz sonliq tiplarni o'rganib bo'lgandan keyin biz har xil matematikalik amallarni o'rgandik, matematikalik amallarni o'rgandik. Bularning ichida qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish degandek, undan keyin qoldiq deganlarni o'rgandik. Undan keyin biz nimalarni o'rgandik deganda, undan keyin biz nima har xil logarifmalik ifodalarni o'rgandik. Masalan, logarifmalik ifodalar har xil qanday shartlik belgilik ifodalar, masalan, cho'ng kichik yoki tang, tang emas, tang, andan keyin masalan hamda yoki emas degandek belgilarni o'rgandik, shartlik belgilarni. Undan keyin biz andan keyin ko'ngri yuji deb, qancha ko'ngri yuji uyg'urchada nima ekan, boshqarishdan doq, kontrol qilishdan doq, ma'lum bir kod rayonni kontrol qila oladigan, ma'lum bir kod rayonni kontrol qilib, kod rayonniki ijro bo'lishiga icra buluş bulmasını boshqara oladigan jumlalardan biz if else undan keyin for, undan keyin while'dan keyin do while, undan keyin switch deganlarni o'rgandik, switch deganlarni o'rgandik. Ondan keyin bularning orasida biz yana nimani o'rgandik desak, biz break degan bilan, break degan jumla, masalan, jumla buyrug'i bilan biz continue degan jumla buyrug'ini o'rgandik, jumla buyrug'ini o'rgandik. Bularningki endi alaydiliklarni ham bu yerda tafsil so'zlab o'taman, endi bularningki alaydiliklarni ko'pchilikni o'quvchilarimiz meni tushundi. Ondan keyin bularni so'zlab bo'lgandan keyin biz yana nima so'zladik desak, string builder bilan string buffer'ni so'zladik, string buffer'ni so'zladik. String buffer'ni so'zladik. Bu endi stringga yondosh chiqargan bir mazmun, stringga yondosh chiqargan bir qo'shimcha tipi. Bularning ham ikkisiniki nima farqi bor? Ko'pchilikka men tashlab qo'ydim, kelar soatni aniq so'rayman. Ko'pchilik nekim to'liq tayyorlik qilib kelishini, to'liq tayyorlik qilib kelishini aniq so'rayman. Lekin mushu endi bizniki yuqorida mushu bir ay emas 15 kun atrofida bo'ldi-ku, asosda 15 kun atrofida o'rgangan mazmunlar. Bu har qanday bir program tilida bor mazmunlar, Endi mushu darajaga kelganda men bir cho'ngroq topshiriqdan birini beray. Endi bu topshiriq nima desanglar, biz mushu yuqoridagi o'rgangan mazmunlarda men bayatni deb o'tib ketdim, Endi hozir necha bola bor? Dars kirgan 10 bola bor ekan, 10 bolalarni hammasini anglatamsizlar? On bola bo'lsa, dosachi, anglayotgan bo'lsanglar, dosa. Mesela 2'ye bölünersanlar 2'ye bölünüp, 3'ye bölünersanlar 3'ye bölünüp qaranglar. Men jami bir 2 mazmun tashlay. Birsi ko'rganchini jibinchiga aylantiradigan for ma'lum bir string bermani, string berma. Bu stringning ichida nurg'un mazmunlar aralash bo'ldi. Mesela uyg'urcha harf bo'ladi. Hanzuchi bo'lishi mumkin, inglizcha bo'lishi mumkin degandek, hanzuchi bo'lishi mumkin, inglizcha bo'lishi mumkin degandek nurg'un harflar bo'ldi. Sonli bo'lishi mumkin, nurg'un harflar aralash kelgan bo'ldi. Mushlarni endi maxsus bir kod hech qanday mensirim faqat men kodinchi rayon kodlarini foydalansangiz bo'ldi. Lekin kodni ko'migan asosda o'zingizlar yozib qo'yinglar buni. Buni endi bir mesela hamkorlashib bir 2'de 3 odamgacha birlikda yozsangiz bo'ldi, Bu birinchisi. Buni o'zingizlar kelishib tanlab olsangiz bo'ldi. Ikkinchisi
Uyg'urcha Arab yozig'idikini Latin yozig'iga aylantirgan. Bu ma üstüdükisi o'xshash ya, nurg'un harflardan tarkib topgan. Bu mamlakatda diqqat qildigan yerini deb turibman. Nurg'un harflardan tarkib topgan deganda ekan, ba'zi shartlarni qo'yib atlab o'tib ketadigan bo'lsa, atlab o'tib ketsizlar deganda ekan, nurg'un narsalarni olacak. Üçüncüsü Uygurca, Özbekçe aylandırış programı ya, aylandırış programı. Mani endi birde ikki odam yozsangiz bo'lardi, birde buni ikki uch odam yozamsizlar ya. Mani endi o'zingiz iznini baqsangiz bo'ldi, bizdan ikki uch odam yozsangiz bo'lardi buni. Yana birsi, amishlarning ishi yana birsi Hazır isim kelgan temizsen. Biz tılgı münasebetlik neslerine vallahi cıkarak şeyle, tılgı münasebetlik neslerine, bu haripki münasebetlik, tılgı münasebetlik, yazık münasebetlik neslerine cıkarak şeyle. Mağunat, kalın açıdığan, nurgun mesele var. Adetteki mesele, nurgun adetteki mesele qarag'ancha odam bir qadar murakkab, nurgun o'ylamag'an mesele chiqish ehtimolli yuqori olgan mesele ham var. Üçüncüsü bo'lsa, mesela o'zinglar endi burun endi bugu vaqt o'tgan narsa bor endi bu. Kod almashtirish, kod almashtirish. Kod almashtirish. Mesela El-Katib'den mesela yana bir mesela El-Katib'den mesela normal bo'lmagan koddan deyli mesela mesela alıp da koyayım da alıpniki kod bağlı değil mi? Şuna o şey koddan yeni bir başka bir kodga normal bo'lgan kodga qaytirish mesela normal bo'lgan kodga qaytirish. Buni ham ikki düşerden qilib baqsangiz bo'ladi, ikki düşerden qilib baqsangiz bo'ladi. Yuqoridagi shu 4 tema, 4 jon tema. Yemeyin. Tötçon tema hem yuqoridagi tötçon teminaki hem de o'zinglar hozir navbat ko'rib o'tiribsizlarmi? Ko'rib o'tiribsizlar, o'zinglar tanlab olinglar. Mana shuni ichida mehmoni qilay deb tanlab olinglar. Tanlab olsanglar kelar soatda, mesela kelar ketimlar, hozir bugun payshanba bo'ldi. Bugun seshanba bo'ldi. Payshanba kuni agar topshira olsanglar, payshanba kuni topshiranglar. Tanlaylar mana. Bundan qilachcha bo'lsa hemen. Shu tizilgan rattat bo'yicha qaranglar, tizilgan rattat bo'yicha qaranglar. Ikkidan bo'lay mana. Masalan, Ershad, Fusat ikkovini bir qilinglar. Olimjon, ma uchovini bir qilinglar. Ahmedjon, Odiljon ikkovini bir qilinglar. Va ostidagi uchovini bir qilinglar. To'ttirga hamda to'ttironni o'zing tanlayinglar. Agar yana gap qilmay jimni tursanglar, men yana bo'lib nima birinchi, ikkinchi, uchinchi deb shart qo'ydilar. Ma to'tonni mana shu bo'yicha mana. Ishqog'ini gap qilmaganlarniki juma, ishqog'ini gap qilmaganlar. İkincini qilamiz dedi ya, pusatlar ikincini qilamiz dedi. Daha sonra ikincisiga hemen pusat deb yozib qo'yay. O yo'lvayni qilib bo'ldi, men bozor chaqqandan o'rab qilib bo'ldi yo'lni. Birinchini qilamiz dedi, birinchini Elyarlar qildi, birinchini Elyarlar qildi. Elyar deb yozib qo'yay. Ikkisi ishib qoldi, men ikkisi ishib qolgan, gap qilmaganlarniki. Shuni qilamiz dedi, shuni qilamiz dedi. Jo'ling bo'lsa yo tekitni.
To'rtdan hammani qilyapsizlar. Ishib qolgan qaysi gruppa bo'ldi? Ishib qolgan guruh qo'yib keltiringlar. Ishib qolgan gruppa Ahmadjon bilan Odiljon PHP ekan. Ahmadjon bilan Odiljon PHP. Odiljonlarning gruppi ham kod almashtirishni qildi. Bu kod almashtirishda masalan Bevrim bo'lmagandan faqat bir xil qilsa qilib baxsan bo'ldi, bir xil. Masalan, bevrim bo'lmagan xiyoldan yoki bo'lmasa xiyol kirgizgichi deb burun o'shna bir kirgizgichli bor, to'g'ri izlab tepib shuniki. Shuni ham masalan bevrim bo'lganga yondirsizlarni, Mana qaysi kun topshira olasizlar? Endi qila oladigan vaqtlaringizda hammalar qaysi kun topshira oladigan. Hammaniki balkim xizmati bor, o'rganishi bor. Ba'zi o'xshamaydi shu. Endi ma'noda cho'qim hamkorlashinglar. Shanba kuni topshiramsizlar. Bunda qilinglar billachi. Payshanba kuni kechda men menjan so'zlamayman. Payshanba kuni kechda men SVN ni so'zlab beray. SVN ni. Kod almashtirishda masalan o'zinglar xohlagan bu o'zinglar izlab tepib xohlagan bir bevrim bo'lmagan deb qo'ymizga birlik kelmagan Unicode emas koddan Alkatibga yoki Unicode'ga aylantirsizlar. Bu %100 qilib bo'ldi. Yuqori o'rgangan mazmunlar bilan %100 qilib bo'ldi. O'rgangan mazmunlarni to'liq ishlatganlar anaki programmaniki yozgan chaqda ba'zi ortiqcha ma'lumotlarni amal fikrik sanfashiltib qisqartganlar. Men payshanba kuni men sizlarga SVN ni so'zlayman. SVN qanday desanglar bu Tandukafa qilgan chaqdagi ishlatilgan qurollar, Bundan boshqa yana nima bor desanglar, masalan SVN bor, hozir mo'l bo'lgan GitHub bor, GitHub bor shularning ichidagi birsi, SVN'nikini tanishish, ishiltish, diqqat qilish degandek mazmunlarni so'zlayman men. Shuni so'zlagandan keyin bayon guruhi bo'yicha o'zinglar ma'lumdir anaki men to'rda anadikan masalan OS China'da chiqib hozir vaqtingiz bo'lsa ancha ko'rib baxsangiz bo'ldi. Get OS China Cheknetda motorbekatda shu butun axsiz kod qo'yib bo'ldi. Axsiz kod qo'yib o'zaro daymo to'g'anda yo'qolma. O'zaro shunday Tandukafa qilib bo'ldi-da, bishada Tandukafa qilib bo'ldi. Shu yerdan Tandukafa o'zaro Tandukafa qilib, shu topshiriqni shu yerga topshirsizlar. Bundan keyin topshiriqni shu yerga topshirsizlar. Bu kimningki qaysi vaqtida nima tijorat qilganligi hammasi chiqib turdi. U yerda yolg'onchilik qilinmaydi. Bir tal chekitni o'zgartganlar chiqadi. Demak, topshirsanglar bir tal chekitni o'zgartganlar chiqadi u yerda. Shu bundan keyin topshiriqni shu yerda topshirsizlar. Shunga ma topshiriqni shanba kungacha tayyorlamayman. Payshanba kuni xudoyim bo'lsa, endi shu SVN ni so'zlaymiz. SVN so'zlab, shu OS China bilan biriktirib SVN ni so'zlaymiz.